Quruq ko'z sindromi haqida kelgan barcha savollarga javob beramiz. Quruq ko'z sindromi bu Bu ko'z olmasini yetarli darajada namlanmasligi natijasida hamda ko'z yosh sifatining buzilishi natijasida kelib chiqadigan holat bo'lib, bunda ko'z quriydi, achishadi hamda noqulayliklar keltirib chiqaradi. qanday belgilar bo'lsa shifokorga murojaat qilish kerak? Ko'zda achishish, qurish, qizarish, qum tushgandek his, kompyuterda ishlaganda toliqish, charchash, yoshlanish kabi shikoyatlarni his qilganingizda shifokor tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilamiz. Telefon va kompyuter quruq ko'zga sabab bo'ladimi? Ekranga uzoq vaqt davomida tikilganimizda ko'zimizni kamroq pirpiratamiz va natijada quruq ko'z sindromi kelib chiqadi. Telefon va gadjetlar quruq ko'z sindromining kelib chiqishini eng katta sababchilardan biridir. Quruq ko'zni oldini olish mumkinmi? Albatta, ekrandan foydalanganda tanaffus qilish, yetarli miqdorda suv iste'mol qilish, xonadagi havoni nam saqlash hamda oftalmolog nazoratidan muntazam o'tish bu kasallikni oldini oladi. Ko'zlaringizda quruqlik yoki noqulayliklarni sezsangiz, buni e'tiborsiz qoldirmang. Erta tashxislash va to'g'ri davolash ko'z salomatligini saqlab qoladi.